Pavlodarning maydon yo'li istoparlar otryadi yangi ekspeditsiyaga yo'l oldi. Belarus va Rossiyaga jami 3 ta safar rejalashtirilgan. Pavlodarliklar urush yillarida bedarak yo'qolgan qozog'istonlik soldatlarni axtarish niyatida. Tarixda birinchi marta harakat qatnashchilari 1945-yil avgust oyida Sovet-Yapon urushi doirasida o'tkazilgan Kuril desant amaliyoti yuz bergan hududlar bo'ylab harakatlanadi. O'shanda Sovet qo'shinlari Shumsho oroliga kirib borgandi. Ekspeditsiyaning eng muhim missiyalaridan yana biri ular Belarusning Mogilyov viloyatidagi askar Rahman Jaybosinov dafn etilgan birodarlik qabristoniga qozoq zaminidan bir kaft tuproq tashlaydi. Моей мамы уже нету, но это была ее мечта найти место. Onam allaqachon qazo qilgan, lekin u bobom dafn etilgan joyini topishni orzu qilar edi. Biz qidiruv tizimi yordamida bir necha yil avval uning dafn etilgan joyini aniqladik. Men Qozog'iston tuprog'ini bobom Rahman Jaybosinov dafn etilgan birodarlik qabristoniga yetkazishlarini iltimos qildim. Где захоронен мой дед Жайдосинов Рахман. За 15 лет работы поднято 10 15 yillik faoliyat davomida 231 nafar Sovet soldat va ofitserlari joyi aniqlandi. Qozog'istonliklar sharafiga ko'plab 20 tadan ziyod yodgorliklar o'rnatildi. 26 ta Qozog'istonda tug'ilib o'sgan Sovet ittifoqi qahramonlariga byustlar, memoriallar qo'yildi. Joriy yilda Belarus Respublikasidagi 8-maktabga Sovet ittifoqi qahramoni Mixail Maksimovich Katayev nomi berilishi kutilyapti. Катаева Михаила Максимовича.